Navaniy mahsulotimizda organizmni qanday tozalashini ko'rsatib beraman. Mana guruch bu organizm, toza organizm. Unga ozroq suv solamiz. Mana top-toza organizmimiz. Unga yod solamiz. Bu zararli moddalar, har xil organizmdagi zararli moddalar. Organizm zararlagan har xil moddalar, kerak emas moddalar. Mana zararlandi organizmimiz, kasalliklar, mana shunaqa avlod hujayralarimiz zararlanib turadi. Mana qop-qora. Bunga bizga Navaniy yordam beradi tozalashga. Navaniyni olamiz. Mana ichamiz. Shuni tushuntirsam bo'ladi sizlarga. Mana Navaniyning bitta kapsulasi ham hujayralarni, organizmni tozalashga shunaqa yordam beradi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana o'sha tozalashni boshladi. Mana bittasi hali. Mana ikkitasi olsak ham juda ham zo'r tozalab beradi organizmni. Mana o'sha guruch oqarib, mana oqarib kelyapti. Va bir necha daqiqadan keyin organizmimiz top-toza, oppoq holatga keladi. Mana tozalanib. Biz bir kunda bundan ikkita kapsula ichishimiz kerak. Bu Navaniy mahsulotimizni shunaqa organizmni mana biz oppoqgina qilib tozalab, sog'lom hayotga qaytarib beradi. Bu Navaniy juda ham zo'r foydalari bor.